Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Men Salxijinova Nargiza, Samarqand shahar G'afur G'ulom mahallasi Hoji Mo'in 26-uyda yashayman. Mening murojaatim shundan iboratki, 2019-yildan beri bizlar oilaviy ta'qibda qolmoqdamiz. Bunga sabab soxta hujjatlar mening qo'limda tushdi. Shu sababli meni faqat ta'qib qilmoqdalar. Bunga sabab bizlarning mahalla raisimiz 2019-yil To'g'ridagi qo'shnim Umarov Ahror va uning xotini Temirova viloyatlar davlat yerini o'zlashtirib olgan ekan. Shunga men hokimiyatga yozgan edim. Hokimiyat orqali men sudga berib, suddan yutib chiqdik. Haqiqatan ham davlat yerini o'zlashtirgan. Shu yerni buzib tashlansin degan qaror bor, lekin hech qanaqa buzib tashlangani yo'q. Bundan keyin bular tirik odamni o'likmi, o'lik odamni tirikmi deb soxta hujjat qilib, birovni uyini o'zlashtirib olgan. Mana bu kopiyasi, asl nusxasi uy egasiga turibdi. Bu yerda bular sudda soxta hujjat qilib bergan mana bu hujjatlari. Shu hujjatlar sababli mana bu dalolatnoma mahalla raisimiz bergan shu hujjatlar haqiqatdan asl deb. Shu hujjatlar sababli 2019-yilda mening jiyanimni mashina bilan urib ketyaptilar. Shtobi meni oilamni qo'rqitish uchun. Bu hodisa shu mahallamizda bo'lyapti. Bu ham bosti bo'ldi. Hech qanaqa ekspertiza qilmadilar. Ekspertizani 10 kun o'tgandan keyin ekspertiza qilyaptilar. Hamma jarohatlari bitgandan keyin ekspertiza qilyaptilar. Bundan keyin 2020-yil bizlar Rossiyada davlatiga ketish uchun Belarus orqali ketayotgan edik. Mana bu yerda bizlar o'zini band qilish hujjatini yopib ketyapmiz. Mana bu yerda akam yopib ketyaptilar. 2020-yil 30-oktyabr kuni. 2020-yil 3-noyabr kuni bular akamni pasport kopiyasi bilan o'zini band qilish ochyaptilar. Bunga sartaroshxona, manikyur, pedikyur deb yozilgan mana bu yerda. Shu hujjatlar sababli hamma ishlar bosti bo'lib ketyapti. Endilikda esa 2025-yil 4-martda bizlarni kelinimiz onasi va akasi uyimizga mehmon bo'lib ketdi. O'tirib yana yaxshilik bilan chiqib ketdi. 2025-yil 6-martda akasi bilan ukasi kelyapti. Meni akamni ushlab urib, janjallashib, bizlar shu paytda ichkarida uyda televizor ko'rib o'tiribmiz bolalar bilan. Hech narsadan xabarimiz yo'q. Buni qarang, nima deb akamni ushlab urib, akam shu paytda o'zi mashina ustasi, uyda mashina remont qiladi. Mashina tuzatayotgan edi. Bular kelib ushlab urib, keyin meni otam chaqirdilarki, qara janjal bo'lyapti deb. Otam og'ir insult olganlar. O'zlari turib chiqolmaydilar. Lekin aql xushlari joyida. Chiqib qarasak, bitta erkak bo'g'ib olgan akamni. Biza opam bilan qutqardik. Qutqarganimizdan keyin qarasak, shu kelinimizning kichkina ukasi Berdiyev Nasim ekan. Berdiyev Nasim qochib ketdi, ko'chaga chiqib ketdi. Ko'chaga chiqsa, kelinimiz ko'cha boshiga bizlarning qarindoshimiz kelinimizni ushlab turibdi. Qaysi erkak buni tortib ketyapti? Akasi bilan turgan ekan. Keyin bizlar aytdikki, ota-onangni chaqir, keyin bu masalalarni hal qilamiz. Ular ketishdi. 7-mart kuni, shu 2025-yil 7-mart kuni uchastka nozirimiz, mahalla raisimiz, xotin-qizlar raisi va ularning amakisi, ota-onasi, shu qo'mi qarindoshlari keldi. Bizlar xabarsiz kelib
shu paytda men 02 qildim. 02 ga aytganmanki, bir kun oldin akamni ushlab urdilar. Mana yana kelib janjallashyaptilar deb 02 qilganimda bizlarda uchastka nozirimiz deyishdiki, nega chaqirdingiz? Baribir bu 02 dagi odam mening do'stim deyishdi. O'sha yerda videolar bor. 02 qilgan bo'lsam, o'sha videolarni ko'rsatsin. Bu yerga janjal bo'ldi, nima bo'ldi? Faqat akamni aybdor, bizlarda aybdor qilyapti, lekin tuhmat qilib aybdorlashyapti, yolg'on ko'rsatmalar beryapti. Shu paytda qishloqdan qarindoshlari nima qilganda, amakisi aytdiki, sizlarni bilamiz, ortingizdan bizlar odam qo'yganmiz degandan keyin bizlar qarasak haqiqatan ham bizlarni ortimizdan har xil odamlar yuribdi, rasmga tushiryapti, videoga tushiradi, har xil odamlar yuribdi. Shu sababli o'sha janjal paytida aytayaptiki, endi akam farzandlari uchun yig'ladi. Shu paytgacha shu kelinimizni kirdikorlarini yashirib, farzandlarim katta bo'lsa, katta bo'lgan farzandlarimni sha'niga dog' tushmasin deb jim yurgan edi. Shu kelinimiz, shu qarindoshlar aytdiki, ering shu ahvolda bo'lsa, buni farzandlarini nima qilasan? Tashlab ket dedi. Tashlab ket, yangi o'z akasi aytdi. Mana bu ahvolni ko'rsam, bunaqa erda bolasi qanaqa bo'ladi? Kerak emas, yana tug'ib olasan deb tashlab ketishdi. Shu paytda men maktabga chopib bordim. Bolalarga qarasam, bolalar maktabda turibdi. Shu paytda bizlarning kelinimiz uchastka nozirini oldiga borib, hech qanaqa meni ukam, erimni, turmush o'rtog'imni urgani yo'q. Shunaqa deb mana bunaqa yolg'on ko'rsatmalar berib yozayotgan ekan. O'sha paytda ham akam aytdilar, farzandlarimga o'yla, bolalarimiz katta bo'lyapti. Hozir ketsang, lekin men qaytib uyga kirgiza olmayman dedilar. Haqiqatan ham shu uchastka nozirimiz bor edi. Mana bunaqa yolg'on ko'rsatmalar bergan. Videolarni ko'rsatsinlar. O'sha paytda men uchastka nozirimizga borib aytganda, akamni ekspertiza qilinglar, kelajakda mana bu sudga bersa bizlarga kerak bo'ladi deganda, bera olmaymiz dedilar. Endilikda sizlar o'z huquqlaringizni bilmasangizlar, biza nima qilaylik deyaptilar. O'z huquqlarimizni bilamiz, lekin bular huquq doirasida ishlamayotgan bo'lsa, bizlar nima qilaylik? Qayerga boraylik? Men ichki ishlarga yozgan edim. Ichki ishlardan mana shu uchastka nozirimizga shu hujjatlar kelyapti. Keyin aytdiki, uchastka nozirimiz, baribir yozib nima qilasiz? Hamma hujjatlar meni qo'limda keladi dedi. Bu yerga qo'l qo'ying dedi. Qo'l qo'ymasdan qarab o'qib qarasam, bir kun oldin soxtalashtirib, akam uyimizda mashina haydab chiqayotgan paytda yolg'ondan qo'shnimiz chopib oldida, mashinani oldidan chopib chiqib, bular videoga tushirib, yolg'on ko'rsatma berib, uchastka noziriga bergan bular. Lekin menga hech qanaqa prokuraturaga yozdim, ichki ishlarga yozdim. Hech qanaqa xatlar ham kelgani yo'q, javobi ham kelgani yo'q. Hamma ishlar bosti bo'lyapti. Endilikda esa shu mahalla raisimiz, men dedimki, 7 oy kelinimiz farzandlarini tashlab ketdi. Xabar olgani yo'q, lekin 7 oydan keyin 5 ta farzandimni olaman deb sudga bergan ekan. Biza haqiqatan ham sudga 5 farzandini olgan deb ariza yozgan desa, u yerda ham ajrashish hujjati bor ekan. Lekin bizlar xabarsiz, hech narsani bilmaymiz. Bizlarga hech narsani ko'rsatgani yo'q. Sudda 3 marta kelmadi, lekin u yerda sudda hujjatlarida aytilganki, Berdiyeva Zarina kelgan, lekin Salohiddinov San'at kelmagan deb yozilgan, chappasiga yozilgan. 2025-yil 10-noyabrda biza sudga boryapmiz, bolalarni olib boryapmiz. Mana so'ranglar, surishtinglar, bolalar o'zi ko'rsatma beradi. Psixolog bilan bular nima ko'p narsani ko'rgan. Psixolog bilan so'rab surishtiringlar desaga, bolalarni savsam sudga kirgizmayapti. Lekin
2025 yil 11 noyabr kuni sudni biz zararsiz ko'ryapti-yu, lekin sudda qog'ozda yozilganki, Salohiddinov San'at haqiqatan ham keldi deb. Bizlar o'sha paytda borganimiz yo'q, chunki akam o'sha paytda isitma qilib yotgan edilar. Bular shu mahalla raisimiz, bunga sabab hammasiga shu mahalla raisimiz. Menga dalolatnoma yozib bering. Haqiqatan ham kelinimiz 7 oydan beri farzandlarini tashlab ketib, dom daraksiz ketdi. Xabar olgani yo'q, desagaga yo'q. Ular nima desa shuni yozib beraman deb sudga bizlarda mana bu yerga ikkita qaysingli haqiqatan ham bu oilaga kirib qatnashib nima bu oilani buzib yuboryapti deb yolg'on ko'rsatma bergan. Bu yerda suddan o'sha kuni sud bo'ldi. Nechinchi oktyabr kuni sud bo'ldi. Shu kuni blogerlar bilan, uchastka nozirimiz bilan kelib, biza hali suddan kelayotgan edik. Bu yerga kelib to'polon qilgan. To'polonga bolalarni ko'raman deb. Bolalarni ko'raman deb to'polon qilganga opam deganki, akam yo'q, men bolalarni ko'rsata olmayman degan. Biza kelib qoldik. Shu paytda janjal bo'lyapti. Uchastka nozirimiz bolalarni endilikda 7 oydan keyin farzandlarni ko'rish qanaqa nimasi bor? Sud jarayoni ketyapti. Sud orqali ko'radi desagaga aytishdiki, kerak bo'lsa 1 yil tashab ketadi farzandini. Sizda nima ishingiz bor dedi. Meni ishim yo'q-ku, lekin bu yerda bolalar onasiga borish niyati yo'q. Ko'p narsalarni biladi, faqat buni psixolog orqali so'rab, bolalarni himoya qilish organlari so'rab surishtirib, xulosa qilishlari kerak. Bu farzandlarini o'zim katta qilganman. Ayol dedilar, lekin qanaqa desam, men ham ayolman. Men turmushga chiqmaganim sababi mana shu mahalla raisi kelinimiz meni yomonlab, meni sovchilarimni yo'ldan urib, turmushga chiqmay qoldim. Men hayron bo'lardim, men oddiy oila bo'lsam, agar shunga turmushga chiqmayotgan ekanman desam, mahalla raisimiz shunga birgalikda kelinimiz bilan birgalikda sovchilarni bular hammasi shu bizlarda yomonga otliqqa chiqarib, sovchilar qaytib ketayotgan ekan. Shu Umarov Ahro soxta hujjatlarni qilgan, mana sudda ko'rsatma beryaptiki, bu yerda aslida menimcha Umarov Ahroni turmush o'rtog'i yozgan, lekin bu yerda Umarov Ahro deb yozilgan. Bu yerga ko'rsatma beryaptiki, shunaqa meni tinchligimni bo'ldi. Asl holat, lekin mana shu soxta hujjat sababli bular sudga qarama-qarshi haqiqatan ham bular yomon qo'shni odamlar deb beryapti. Mana bunisi yon qo'shnimiz Hojimi 24-uyda yashovchi Usmonova Sh. 2014-yildan beri bizlarda uyimizni suvga cho'ktirib, bizlarda sarson qilyapti. Mana bu 6 metrlik devor qurgan, bizlarda hovlimizga soya tushadi. Mana bu bizlarda hovlimizda mana suvga cho'kyapti. Mana shu yoz payti, lekin suv kelib yotibdi. Mana bu yerda bizlarda uyimiz cho'kkan. Bu hozirgi ahvoli emas, lekin oldingi ahvoli mana shu ahvolda edi. Suvga mana shu hozir ham tashqi ko'rinishini chiroyli qilganmiz, lekin mana bu podvalda mana suv kelib yotibdi. Mana bu hovlida yoz paytida haqiqatan ham suv bosgan mana. Mana bu suratlarda mana uyimiz ana shu ahvolda keldi. Mana bu mana uyimizning ichkarisi. Bu podvalimiz mana 2014-yil mana qaysi oy, qaysi yildagisi hammasi suratga tushgan. Podval to'la bo'lib, bu podvaldan boshqa podvalga o'tib ketgan. Mana bu mana shu devorini, devorini bizlarda uyimizning devori fundamenti ustiga qurgan. Mana shu podval mana. Bu ham podval. Bu ham podvalda suv kelib yotibdi mana bunday. Bu qo'shnim shu sababli sudda yolg'on ko'rsatma berib, haqiqatan ham bular yolg'onchi, bizlarni so'kadi u bu deb bizlarga yolg'on ko'rsatma beryapti. Bular sudda tasdiri o'tyapti.
Mana bu qo'shnimiz qo'shnilarimiz Nasimova Manzura menimcha shu soxta hujjatga qo'l qo'yganlar, shu uchun yomon, bizlarda yomon deb, lekin shu vaqtgacha shu odamga biron marta yomonligim tekkani yo'q. Salomimni har doim berib o'taman. Mana bu yon qo'shnimga salom bermayman, to'g'risini aytaman, chunki shuncha bizlarga zulm o'tkazyapti. Lekin mana bu qo'shniga men har doim salom berib o'taman. Bu yerga yolg'on ko'rsatma beryaptilarki, haqiqatan ham Salohiddinov san'at bolalarga yolg'on nima qilib o'rgatyapti deb. Asl holda bunaqa emas. Bolalar 16, 13, 11 yoshda o'zini fikrlash doirasi bor. O'zi fikrlay oladi. Nahotki onasi yomon, yaxshi bo'lsa, onangni yomon desaga shu bolalar gapga kiradigan bola yoshda bo'lsa, shu yomonligini ko'rganki, meni uyimni ichida nima bo'layotganini qo'shnilar qayerdan biladi? Dakazat qilsin, isbotlab bersin. Mahalla raisimiz ham kelin deganki sudda meni 3 marta ko'chalarga chiqarib qo'ydi. Mana shu qayinsinglim hayotimni buzdi deb. Bunga isbotim bor. Что bular yolg'on gapiryapti. Mahalla qo'mitasi ayollar nimasi kelib meni eshigimni oldida haqiqatan ham bizlar o'qimasdan nimaga dalolatnomaga qo'l qo'yibmiz degan, haqiqatan ham shu vaqtgacha hech qanaqa janjal bo'lgani yo'q uyingizda, hayron bizlar degan zapis bor. Mana bu qo'shnimiz Mullajonova Dilshoda. Bu kishi 15 yildan beri Moskva shahrida ishlab yurgan bo'lsalar, bizlarni o'ylamaganda nima bo'lyapti, kelinimiz yaxshimi, yomonmi, qayerdan biladilar? Hech kimni uyini ichkarisida nima bo'lyapti, hech kim bilmaydi. Bizlar shu farzandlari, bolalar voyaga yetyapti, shu sababli hech kimga gapirmasdan jim yurgan edik. Lekin aslida bular hammasini planlashtirib kelayotgan odamlar ekanlar. Shu hammasi soxta hujjatlar sababli bo'lyapti. Bular hammasi shu soxta hujjatlarga qo'l qo'yganlar. Mana bu prokuraturaga yozdim, Gen prokuraturaga yozgan arizalarim menga hech qanaqa javobi kelgani yo'q. Bu yerda Samarqand shahar viloyat hokimiga yozgan edim. 4-dekabr kuni qabullariga kirdim. Qabullariga kirganimda aytdimki, shu soxta hujjatlarni shaxsan o'z qo'lingizga guvohlarsiz topshiraman dedim. Ertasi kuni yordamchilariga o'tkazdilar. Yordamchilari ertasi kuni mahallaga chaqiring, hammani chaqiring, nima qilamiz dedilar. Mahallada mahallaga chaqirib uchastka noziri, mahalla raisi sherda bitdi. Shu dalolatnomani bering dedilar. Ha, beramiz dedi. Sudga berganmiz? Yo'q, hech qanaqa sudga dalolatnoma berganimiz. Lekin aslida sudga mana hozir ko'rsatdim. Mana shu dalolatnomani berganki, haqiqatan ham bular yomon oila, farzandini onasiga olib bering deb dalolatnoma yozib bergan. Mahalla raisimiz nima haqlari borki, birovni oilasiga kirib, farzandlarini olib bering deyishga nima haqlari bor? Mana bular Kitob tumanidan bo'lsa ham, ularni mahalla raisi himoya qilyapti. Nega bular himoya qilmaydilar? Chunki soxta hujjat borligi sabab ular qo'l qo'ygan. Shuning uchun meni oilamni yomon deb, yomon otliqqa chiqaryaptilar. Mana bu yerda portalga yozgan edim. Bu yerda keyin menga bu kishi yozdilar, suhbat bayonnomasi. Keyin bu yerga menga qo'l qo'ydirib oldilar. Bu yerga haqiqatan ham mahalla raisi shunoq degan. Shu bilan ish bosilib ketdi. Nima bo'ldi? Bosdi bo'ldimi bilmayman. Hurmatli prezidentimiz, men shu vaqtgacha shu davlatimiz ravnaqi uchun harakatdaman. Yaponiyada 3 yil o'qigan bo'lsam, shu Yaponiyadan meni uyimga mehmonlar keladi. Mana yaponlar rahmatnoma deb yozib ketgan. Bundan keyin ham meni uyimga har xil shu yaponlar do'stlarim kelish niyatida, lekin meni fursatim bo'lmayapti. Mana shu
sud jarayoni u yoqqa bor, bu yoqqa bor, ustimdan yozib militsiyalarga tuhmat, yolg'on ko'rsatmalar beryaptilar. Men davlatimiz ravnaqi uchun shuncha harakatdaman. Shu yaponiyalar kelgan paytida ham shu yaponlarni hech qanaqa pulsiz faqat shu xolis nimada yaxshilik qilib davlatimizni shu borib Yaponiyaga borib maqtab nima qilsin, odamlarimiz qanaqaligini ko'rsin deb harakatdaman. Lekin bular mana shu soxta hujjatlar sababli meni tinchligimni buzib qo'yishmayapti. Mana shu jiyanlarim maktabda oliy baholarda o'qiydi, a'lo bahoda o'qiydi, lekin bular уже stressda bo'lyapti, borgisi kelmayapti maktabda. Olimpiadadan olindi, bilmadim negadir. Shu stress bo'lyapti, уже bolalar o'qigisi ham kelmayapti. Lekin aslida repetitorsiz ham bular o'zi harakat qilib, o'zi o'qib shuncha nimaga erishdi. Faqat oliy bahoda o'qiydi. O'zi harakati o'z kuchi bilan, hech qanaqa repetitorsiz. Shunga men harakatda edimki, bularni yaxshi o'qitib, shu Yaponiyaga o'qishlarga yuborib, davlatimizni bayrog'ini tepalarga ko'tarish niyatim bor edi. Bular meni tinchligimni buzib, tinch qo'yishmayapti. O'tinib so'rayman, Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, bizlarni shunchalik qisyaptiki, akam ishlolmaydi. Akamga uyda ustachilik qiladi, ustachilik qilolmaydi. Klientlar bugun keladi, ertaga kechirasiz deb mashinasi olib ketyapti. Uyimizga usta kirgizmoqchi edi, ustalarni ham yo'ldan urib qo'yishmayapti. Qimmat pulga mayli qiling desam ham qilmasdan ketyapti. Biron bahona topadi, tashlab ketadi. Shunga men o'zim shu ko'chalarda plitkasini o'zim terdim, qiz bola boshim bilan. Hovlida o'zim g'ishtlarni terib nima qildim. Ilojimiz yo'q, bizlarni ishlagani qo'yishmayapti. Har joyga chaqirib shu sudlarni bizarsiz ko'rib, qanaqadir bilmadim, men hech narsaga tushunmadim. Bolalarni so'rab surishtirmayaptilar, hech qanaqa nima bo'lmayapti. O'tinib so'rayman, hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, o'z qabulingizga qabul qiling. 5 minut yo 10 minut vaqtingizni olaman. Menga aytishyaptiki, prezident vrяд ли seni qabul qiladi deb. Lekin o'tinib so'rayman, agar shu hayotimda taqib bo'lmaganida men hech kimga murojaat qilmasdim. Lekin majbur bo'lyapman sizga murojaat qilishga. Hech kim menga yordam bera olmaydi sizdan tashqari. O'tinib so'rayman, shu bolalarning hurmati, haq hurmati Allohdan shu nima qilib so'rayman, o'tinib so'rayman. Shu O'zbekiston xalqida kim Xudodan qo'rqsa, kim Xudo yo'liga yordam bermoqchi bo'lsa, o'tinib so'rayman, yordam beringlar. 4 ta advokat almashtirdim. Biron natijasi yo'q. Menga nima bo'lyapti, nima qo'lyapti, hech narsani aytishmaydi. Haqiqiy qonuniy qaror chiqishini hamma ayol deydi. Tuqqan bo'lsa, men boqqanman. Tuqqan bo'lsa, u men ayol emasman. Men o'zim 10 yil oldin ko'krak bezi saratoni bilan kasallikka uchragan edim. Zo'rg'a o'zim odamlarga yaxshilik qilib, ziyorat qilib, shu Alloh tomonidanmi bilmadim, o'sha kasalim o'ziga o'zi shifo topdimi bilmadim, tekshirganimda yo'q edi. Men ham ayol-ku, meni baxtimni bular buzib, hayotimni, oilamni baxtini buzib, shu ahvolga solyaptilar. O'tinib so'rayman. Yordam qilinglar odamlar. Kim qanaqa yordam berdi? Kim qanaqa yordam tegsa yordam qilinglar. O'tinib so'rayman. Bu yolg'on emas. Hammasi fakt bilan bo'lyapti. Bizlarni ta'qib qilayotgani ham mana bu yerda videoda bor. Haqiqatan ham bizlarni ortimizda kim qanaqa odamlar ta'qib qilyapti. Akamni ko'chaga chiqarish, yolg'iz chiqarishga qo'rqaman. Birga har doim
akam bilan birga yuramanki, akamni biron tuhmat qilib, biron nima qilmasin deb. Mana bunaqa odamlar har xil. Mana bunaqa odamlar menga video bor, mana bu yerda haqiqatan ham mashinamizni kelib urib, nima qilib shantaj qilmoqchi edi. Har xil odamlar bo'lyapti. Yolvorib so'rayman, hammasi bular rost. Bu yaxshi ayol bo'lsa farzandi o'zi borardi. Bu farzandiga men sizga portalda video jo'natganman shu bolalarda. Endi bu yerda aytib bo'lmaydigan gaplar ham bor. Endi maktabga esa bo'lmasin deb bir yerga qo'ymayapman YouTube'da. Mana bu video ana shu onasi bolalarning onasi ana shu uyda mana shu ahvolda qilgan mana. Ana shu ahvollarda farzandini katta qiladi. Men yolg'on aytmayman. Bu hammasi haqiqat mana. Ana shunaqa uy. 1 yil bo'lsa 1 yil turardi shu uylar. O'tinib so'rayman, kim yordam qila olsa, men o'sha kuchim qolmadi, qiz bola boshim bilan har tomonga chopaman. O'tinib so'rayman, hammadan yolvordim, tiz cho'kkan joylarim ham bor. Shu bolalar haqqi hurmatdi. Bular nima o'z ko'z qorachig'inday katta qilganman. Shu 4-farzandini miyasi qisilgan, yurak ostida bezi bor edi. Shuni menga aytmadi bu kelinimiz. Men shu 15 kun bu chaqaloqcha yotmadi, uxlamadi, tunu kun yig'lab chiqaverdi. Keyin men balisaga olib borib tekshirsam, miyasi qisilgan ekan. Hali ham vaqtli olib keldingizlar. Sal qolsa agar bu bolacha sudurgi bo'lib shunaqa kasal bo'ladi deb aytishdi. Reski shu yuragi qisilib o'lishi ham mumkin edi deyishdi. Men 2 yil shu Yaponiyadan yangi kelgan edim. Pullarim ko'p edi. Shu bolachani men o'zim davolaganman. Dorisini har kuni qoldirmasdan berib, hozir ham bezib yuragi oldida bezib bo'lsa kerak. Lekin shu bolachani yig'latmasdan ko'z qorachig'imni asrab qaradim men shu bolani qiz bola boshim bilan. Bu ona bo'lib o'z farzandiga biron marta biron narsa olib bergan odam emas. 3 yil Yaponiyada men pul ishlab shularga yubordim. Akamni puli ham, meni ham puli ham, dadamni pullari, pensiyalari ham, nafaqalari ham shu kelinimizni qo'lida turardi. Lekin farzandi uchun biron marta hech narsa qilgani yo'q. Mana shu yerda suratlar bor. Onasini qo'lida xuddi lo'lida yurardi. Men yolg'on gapirmayman. O'zim aslida yolg'on gapirishdi. Yolg'on gapirishdi yomon ko'raman. Mana men Yaponiyadaligimda bolalarga hech qanaqa qaramasdi. Bu esa men kelganimdan keyin mana shu ahvolda mana bolachalar chiroyli kiyingan. Hamma vaqt men shu bolalar uchun jonimni berishga tayyorman. Hech qachon yolg'on gapirmayman. Endilikda eshityapmizki, shu kelinimiz bular bilan birgalashib bo'lib, dadam soxtami endi qanaqa vasiyatnoma qilib olgan deb eshityapmiz bizlar. Lekin dadam aytayaptilar-ki, men hech kimga vasiyatnoma berganim yo'q, hech kimga qo'l qo'yganim yo'q. Qo'l qo'ygan bo'lsam ham nafaqa deb kelgan bo'lsa, agar qo'l qo'ygandirman deyaptilar. Otamni olib borsak, bizlarga vasiyatnoma qilgani qo'yishmayapti. Otam deyaptilarki, vasiyatnomani yozayotgan paytda hamma oldimga turma, hech kimga ishonmayman sizlardan tashqari desalar, qo'yishmayapti yo'l. Iltimos qilaman Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, balkim bizlarning nomimizdan qanaqadir kelinimiz kreditmi yo davlat orqali uylar olishi ham mumkin. Biz bilmaymiz. O'tinib so'rayman, kimni Alloh yo'lida savob qilmoqchi bo'lsa, sadaqa emas, savob sadaqa
boshqa desangizlar ham mayli, faqat mana shu norasida go'daklarga yordam beringlar. Mani kuchim qolmadi. Mana shu ko'krak bez saratoni yana og'rishni boshlayapti. Nima qilishimni bilmayman. O'tinib so'rayman. Hamma uni ayol deydi. Bilaman, ayollar huquqi bor, lekin yaxshi ayol bilan yomon ayolda farqi bor-ku. O'z farzandi naqot yaxshi onasini yomon desa, bunlar haqiqatni gapiradigan, shunaqa yolg'on gapirmaydigan bolalar. Videosi bor, faqat men YouTube'ga qo'yishga nima qildimki, bolalarni maktabga izlab bo'lmasin deb. Bolalarni ko'rishga kelmagan, lekin sinfdoshlarini uyiga uyma-uy yurib, meni erim shunaqa qildi, men ko'rishni xohlayman deb sharmanda qilib yurgan. Biz maktabga sharmanda bo'lmasin bolalar deb aytmagan edik, lekin bolalarni savsem xabar olgani yo'q. Mahalla raisimiz bizlarga dallol vashi yozib bermayapti. Viloyat hokimiga ham nima qildim, yozib bermayapti sudga. Nima qilishimni bilmayman. Kimni? Alloh yo'lida yordam bermoqchi bo'lsa, yordam beringlar. Advokatlar savob yo'liga yordam beringlar. O'tinib so'raman, nahotki odamlarga shuncha insof qolmayaptimi? Hammaga yolborib yuribman. Men boy odam emasman, oddiy yashayman, lekin meni tinchligimni buzmasin. Men shu bolalarni kamolini ko'rishni yaxshi o'qib, davlatimizga foyda tegishini xohlayman. O'tinib so'rayman, kim yordam bera olsa yordam beringlar. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, yolboraman, meni qabulingizni qabul qiling. Mana shu bolalar hurmati. Men xohlamayman. Bu bolalar aytyaptiki, onam olsa men o'zimni o'zim o'ldiraman. O'ldirgandan keyin menga foydasi yo'q bu bolalarni. Menga pul odamlar pul terib berishi kerak emas. Moddiy o'lgandan keyin moddiy boylikni nima qilay? Menga o'zi kerak bu bolalarni kamolini ko'rishni xohlayman. U ona bo'lib shuni xohlamaydi. O'tinib so'rayman. O'tinib so'rayman, men juda azоб tortyapman. Nima qilishimni bilmayman. Yolboraman. Sudyalar, o'tinib so'rayman. Qaror chiqaringlar. Qonunni ko'ringlar. Bolalarni ertaga borib bittasi o'zini o'zi, bittasi biron nima qilsa, men nima qilaman? O'zimni ko'chira olmayman. Chunki qutqara olmayman deb, qutqarolmadim deb o'tinib so'rayman. Alloh yo'lida yordam beringlar. Boshqa ilojim qolmayapti meni. Oxirgi nima, men YouTube'ga chiqish niyatim yo'q edi, lekin yordam qilinglar. O'tinib so'rayman, yordam qilinglar. Prezidentimiz o'z qabulingizga qabul qiling. Shaxsan o'zingiz yordam bering. O'tinib so'rayman. O'tinib so'rayman. Shu bolalarni baxtli yashayotgan bolalar bizlarning uyimizda juda ham baxtli yashaydi. Sharoiti hammasi bor. Bir-biri bilan ahli bu bolalar. Hozirgi paytda otam insult. Shu ham so'yab faqat janjal qilgan sababli dadam insult 3 marta oldi. 3 marta insult oldi. Onamni davolashim kerak. Ota-onamni davolash o'rniga men faqat ana shu sud militsiyalarga chopib yuribman. Ota-onamni duosini ololmayapman. Men uyga yaxshi qarashim niyat qilgan edimki, makkalarga olib boraman deb, lekin ilojim bo'lmayapti. Hech qanaqa ilojim bo'lmayapti. Menga moddiy kerak emas, faqat qo'llab-quvvatlang. O'tinib so'rayman, kimni qo'ldan kelsa, qanaqa yordam kelsa yordam beringlar. Shu bolalar haq hurmatni. Meni tinchligimni bular buzib yashashga yo'l qo'ymayapti. Men majbur bo'lyapman shu yerga chiqishga. Shu ko'chalarga men chiqmasdan faqat ishga boraman. Birovni hayoti, birovni oilasiga biror marta suqilgan odam emasman. Bular
faqat ko'chalarga chiqib g'iybat qilib ana shunaqa meni shonimga yomon meni yomon otliqqa chiqaryaptilar. Ilojim yo'q men. Menda videolari bor, o'sha kuni blogerlar bilan kelib bular janjalkash deb nima qilyaptilar. Lekin man himoya qilmasam bu norasida go'dak bolalarni kim himoya qiladi? Majbur bo'lyapman, janjallashib nima qilishga kuchim yetmayapti. Davlat xodimlari, organlari bo'lsa ham kuchim yetmayapti. O'tinib so'rayman. Shu voqealar oldidan, kelin ketishidan oldidan qarindoshim vafot etdi. Shunda bitta qo'shnimiz aytganki, sen mana bu qo'shnilar nimayu sen dayus deb shundoq qo'li bilan ko'rsatgan akamni. Bilmaymiz endi nima bo'lyapti bularga, videolar bo'lsa bordir. Kimga video bormi, kimga surat bormi shu kelinimizni nima qilganini bilmadim. O'tinib so'raman, birovga balkim o'zini qishlog'iga shunaqa zulmi o'tgandir. O'tinib so'rayman, yordam qilinglar. Chiqaringlar shuni videoga isbotlaylik. Lekin mana shu isbotlarim bor, soxta hujjatlar sababli meni hayotimni buzib kelmoqda. Biror marta shu vaqtgacha faqat ishlaganimiz shu kelinning qo'lida edi. Birimiz ikki bo'lgan yo'q, faqat ota onasining uyiga to'shgan. Buni lekin meni nimam yo'q. Chunki dedim baribir bolalari bor, sharmanda bo'lmasin, katta bo'ladi, to'y bo'ladi, menga o'xshagan to'y bo'lib qolmasin deb bosdi qilib yurdim. Bularni hayotiga qo'shilmadi. Kirchir hovli uylarda shundoq kir qilib qo'yardi. Hayotiga qo'shilmadimki, man nima yomon otliq bo'lmaydi, lekin baribir meni qo'shilmagan sababli yomon otliqqa chiqaryapti. Opamni ham yomon otliqqa chiqaryapti. Aslida shu kelinimiz sig'dirmadi. Akam, dadam turmushga majburlab berib yubordilar. Shu kelinimiz sababli ikkinchi farzandi tug'ayotgan paytda shu opam homilador edi, kelib oldiga o'tirdi. Men onam bilan 5-mart edi. Men onam bilan больницада onam operatsiya qilgan edi. O'sha yerda onamning oldilariga edim. Opam shu kelini oldiga edi. Egizak farzandi bor edi, homilador edi. Shu sababli uyga bordi. Eri ushlab urib, shu bittasi farzandi bittasi nov bo'lgandan keyin bittasi novut bo'ldi, bittasi tirik bo'ldi, majbur bo'ldi ukol qilib o'sha bolachani tushirdi. Opam yig'ladi, meni farzandim qimilladi deb. Chunki necha yildan beri 10 yilmi, 15 yildan kutgan farzandim edi. Shu kelinimiz sababli novut bo'ldi. Endi men bilan opamni yomon otliqqa chiqaryapti. Biz shu kelin uchun jonimizni bergan edik. Limuzinlar bilan rodomlardan har xil qimmat mashinalar bilan rodomlardan olib kelganmiz. O'tinib so'rayman, yolvorib so'rayman, haqiqatni ro'yobga chiqaringlar. Shu bolalar tinchligini asranglar. O'tinib so'rayman, bu bolalar o'lib qolsa men nima qilaman o'zini? Bular hammasi bir joyda ahil katta bo'lyapti. Birorta ajrash niyati yo'q. Suddan chiqdik. Bolasi aytdiki onasiga, ana ko'rasiz, bizlarni ursangiz o'zimni o'zim o'ldiraman desa agar qo'lingdan kelgan ishni qil dedi. O'sha sudxonani videosida tushgan bu. Men yolg'on gapirmayman. Faqat bizlarni ustimizdan yozib tuhmat nimalar bilan nima qilyapti, dalillari yo'q. Yordam beringlar odamlar. Ilojim yo'q meni, nima qilishimni bilmayman. Shu bolalar uchun men jonimni berishga tayyorman. Prosta meni faqat bolalar so'raydiki, ammajon bizlarni hech kimga bermang, bizlarga yordam bering. Meni olib qo'yim bog'langan, qo'lim bog'langan. Nima qilishimni bilmayman. O'tinib so'rayman. Men shu taqdirimda
da rozi bo'lgan edim. Mayli shular sovchilarni yo'ldan ursa ham, turmushga chiqmasam ham Allohning yo'liga men hayotimni topshirdim deganman. Lekin bular mana shu bola-chaqalarni ham hayotini buzyapti. O'tinib so'rayman, yolvoraman shularni hayoti mening hayotimday bo'lmasin. Bizlar bilan ahli inoq yashashini xohlayman. Tinch. Bular uchun men jonimni berib hayotimni nima bo'lsa muhayyo qilishga tayyorman. Oddiy inson bo'lsam ham hamma narsa qo'limdan keladi. Mana shu uylarda ham o'zim ustalarni qo'ymagandan keyin mana shu uyni mana shunaqa ahvolda men o'zim remont qilib chiroyli qildim. Ilojim yo'q, nima qilishimni bilmayman. Hamma narsa qo'limdan keladi, lekin shu narsa himoya qilish qo'limdan kelmayapti. Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich o'tinib so'raman, o'z qabulingizga qabul qiling. Meni hujjatlarimni shaxsan o'zingiz ko'rib shuni hal qilib bering, bo'lmasa bular faqat pastdan bosdi qilib meni tinchligimni buzyapti. Undan battar odamlar ko'payib boryaptiki kamaymayapti. Har kim qo'shilib o'tinib so'rayman, yolvoraman. Sudyalarga murojaat qonuniy qaror chiqaringlar, qonunni ko'ringlar. Bu bolalarni suhbatini psixologdan, nimadan, bolalarni himoya qilish nimasidan qonunni chiqarib beringlar. Men xohlamayman bular bir-birovidan ajralishini, baxtli yashashni xohlayman. Yuragi kemtik bo'lishini xohlamayman. Chunki men bularni jonimni berib o'zim katta qilganman. Joningni ber desa berishiga tayyorman shu bolalar uchun. Meni balkim mana blogerlar yolg'onda video olib janjalkashlab YouTube'da qo'ygani ham mumkin. Men bilmayman. Chunki men bunaqa narsalarni ko'rmayman. Faqat xayolim o'qish, ish, shu oilam. O'tinib so'rayman, yolvoraman. Qaysi davlatda bo'lmasangizlar odamlar, o'zbeklar, men musulmon davlatda kim bo'lmasin yordam beringlar. Men majbur bo'lyapman. Meni kuchim yetmayapti. Bitta o'zim hamma kishi bilan ariza bilan boraman, qabul qilishmaydi. Nima qilishimni bilmayman. O'tinib so'rayman, prezidentimiz, yurtboshimiz, o'tinib so'rayman. Mana shu mahalla raisimizga o'xshagan odamlar davlatimizni bulg'ab yuribdi. Hamma o'ylaydiki, haqiqatan ham shunaqa deb, lekin aslida bunaqa emas. Bitta ikkita ana shunaqa mahalla raisimizga o'xshagan odamlar hamma joyda bulg'ab yuribdi. O'tinib so'rayman. Kim yordam bera olsa yordam bersin.